Xorazmda atmosferasi nomer 1 bo'lgan Dendida sizlar bilan birgalikda 50 ming so'm bilan 1 soat vaqtimizni o'tkazib ko'ramiz. Dendi binosina kirib kelaverishingizda birinchi qavatda sizlarni premium sifatli servis kutib qoladi. Bemalol yana o'zlaringiz xohlagan fast fooddan zakaz berishlaringiz mumkin. O'zlaringiz yoqtirgan ichimliklar ham razdinoylarni olishlaringiz mumkin. Morojniyalar ham bor. Undan tashqari bu tarafimizda operatorning o'rni joylashgan. Bemalol o'zlaringiz xohlagan kabinani yoki bo'lmasa kompyuterni band qilib, bemalol o'yin zonalarına chiqib ketaverasizlar. Birinchi qavatimizda 2 dona PlayStation kabinamiz bor. Qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Vallah bosib yotibmiz. Bu ikkinchi etajimiz asosan kompyuterlar bilan jihozlangan. Gelib turib 5 ga 5 kontram tashlashaverasizlar. Bemalol güçlü kompyuterlar qo'yilgan. Ekran monitorlari 540 Hz'cha bo'lgan, güçlü kompyuterlar bilan jihozlangan. Bemalol gelib turib gruppa ham hazat dam olib o'ynab ketsangiz bo'ladi. Oshiqchani e'tibor bersangizlar, temni aytilgan sababi yorug'lik gamerlarga yoqmaydi. Kompyuterlarga e'tibor bersangizlar, hammasi güçlü, kamida $1000 35 tane kompyuter bor. Hamma o'zini shart-sharoitlari, kreslosi, naushniklari, hamma kerak bo'ladigan uskunalari bilan jihozlangan. Narxına keladigan bo'lsak, 3 smenada ajratilgan bo'ladi. Abetga 12 ga kelsangiz 6 ming so'm, abetga 12 dan peshinki 18:00 gacha bo'lsa 8 ming so'm, 18:00 dan danki 4 gacha esa 13 ming so'm bo'ladi. Dendi Game Zone'ning o'zina xos joylaridan yana biri Jet Game Zone bo'ladi. O'zini shunday biznes samolyot ichine o'xshatilgan, xullas. Bu yerga kelish uchun smenani farqi yo'q. Bilet sotib olishlaringiz kerak bo'ladi. O'zina xos etib ishlangan ham. Pastda 100 ming so'm biletni bron etasizlar, to'g'ri chiqib kelaverasizlar, bedasdan kutib oladilar. Biletlaringizni tekshirib, bemalol keyin 4 odam kelib, Hazrat PlayStation o'ynab, dam olib ketsangiz bo'ladi. Bu Dendi Game Zone'ning 3-etaji PlayStation xonalari bilan, kabinalari bilan jihozlangan hammasini ko'rishingiz mumkin. Bu business jet, banketli zal 100 ming so'm, bu 80 ming so'm. Bemalol bunga 5 odam bo'lib kelaverasizlar, bunga даже 8-10 odam ham ketadi. Dendi VIP 1, Dendi VIP 2. Bizlar Dendi VIP 2 xonasına giramiz yine. PlayStation 5 kutib oladi sizlarni. Bizlarga o'xshab soat 12 gacha kelsangizda 11 ming so'm soati. 11 dan 6 ga yana qimmatlaydi, 6 dan soat danki 4 ga yana qimmatlaydi. Bizlarning 50 ming so'mlik setimiz ichine nima kiradi? Bir dona razinoy kolasi kiradi, bir dona hot dog, nuggets kiradi. Undan tashqari ichida to'langan 11 ming so'mlik PlayStation ham kiradi. 5 ming so'm taksi falan qoladi vallah. Bemalol 50 ming so'm bilan soat 12 gacha kelib, hazat dam olib ketsangiz bo'ladi. Ichida yeb ichib ham ketasizlar. Bu yerda shunday kabinam borki, kinozal, televizorlar, PlayStation 5 lar ham bor. Bemalol oyoqni uzatib qo'yib, kino ham ko'rib yotaverasizlar. Konditsionerlar ham bor, shuma izolyatsiya etilgan, mellari, oshiqchinilar ham zo'r. Xohlasangizlar kino ko'rasizlar, xohlasangizlar PlayStation o'ynaysizlar. Sizlar bilan Xorazmda atmosferasi nomer 1 bo'lgan Dendi Game Zone'da nega Xorazmda xas bo'ldi, hammaga ko'rishguncha.